Xo'p, aziz obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Biz Sergeli, O'rgeli mashina bozoriga yetib keldik. Va o'sha kommentariyada yozayotgan Nexia 2, Nexia 1 lardan olishga harakat qilamiz. Ya'ni mana bu ipodrom tarafdan kirib keldim men. Novostroyka domlar, bilasizlar bu tarafda ham. Bu tarafimiz esa Glavniy ko'cha, bunaqa. Sergeli shahar ichiga kirib ketadigan. Bir qator egalari ruxsat berganlarni olishga harakat qilamiz. Matiz qancha bo'ldi akam? Ruxsat bermasa ketaveramiz. 2500 $. Qozonmi kraskasi aka? Nomer aytasizmi yo shart emasmi? Xo'p, mana. Ko'pchiligi shart emas, o'zim sotaman deydi aka, shuning uchun so'rab olganimiz yaxshi. Kraskasi ham bu yoqda bor demak. Ustasivjit qilingan. Afsusjit, ballonlari yaxshi holatda. Ballonlar. Pakeleniya, 3-pakeleniya gazlari, 3 porsionli MX avtomashinamiz. Xullas 2,5 ming so'ralyapti, kami bor. Probeg qancha bo'ldi akam buni? Yurgani. Ko'raylikchi, 263 mingga yurgan ekan mashinamizni. 263 ming yurgan ekan. Yaxshi, gazi ham bor-a buni? Gap yo'q. O'tib berasizmi 2,5 dan? Gaz bor. Bor ekan. Qaysi nomerga chiqsin bizning obunachilar? 93li 667 84 77. Ismingiz? Ulug'bek. Ulug'bek akamga chiqaverasizlar. Mashinamiz qayerdan aka? Kelis, ha? Yaxshi. Mana 3 qahramon taraf Kelis, anaqaga o'tib ketadigan joylarda. Telefonlashasizlar, ustida gaplashib, savdo qilib olasizlar. Yaxshi aka, barakasini bersin. Bu Lasettining Gentrasi nima bo'lyapti akalar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchaman. Gentra laqabli Lasetti deymiz-da. Shunaqami? Xo'p, 1.8. Yoshligida Lasetti bo'lgan, keyin gibrid bo'lib ketgan. 2011-yil 321 ming yurgan ekan. Polni kraskadami bu akam? LED faralari bilan. Qayda mashinasi bu? Piskentdan kelibdi akam, gap yo'q. Yurish turishi yaxshimi? Moy-poy yeyishlari yaxshimi aka? Moy ozgina edi, moydan. Paxmelcha bor. Iloji yo'q aka, 1.8 bo'lmasa ham bo'lmaydi. Tablolar qilingan, CC monitor. Lyuklari bor. Mexanika lyuklimi? Ya avtomatli mexanika qilingan. Avtomat bo'lgan. Ha, bu yerni ham chachishtirib olishibdi esa. Gap yo'q. Shumkasi yo'q-a buni? Polni aka. Ha, polnimi? Malades. Salonlar alkan. Nech pul so'rab turibsiz endi buni akam? 4 ming so'rayapman aka. Necha qimmat emasmi? Bozor qarab beraveramiz. Ha, tomlari Alicantara tom ekan. 3900 dan kelishamiz deb ketsak bo'ladimi aka? 3900 dan kelishamiz deb ketsak. Bo'ladi. Mana nomermi? 99lik 330 oxiri 51 mi? 330 51. Ismingiz? Jahongir. Sizni Jahongir aka. kelsa aka. Ha. 3,5 mingga beraveramiz siz nomingizga. 3,5 ming $ga. Mana bitta yopingda, ko'p ishonmayapti ko'pchilik. Lasettimi, Gentrami deb. Mana oldin bitta ko'rib olinglar. Ilgari chiqqanida Lasetti bo'lgan, keyin Gentraga gibrid bo'lgan. Lasettining Gentrasi. Marhamat. 3,5 ming $ga katta bo'lgan mashinasidan Gentra minasizlar. Faqat 1.8 motor bo'ladi. Joninglar omon bo'lsin. Kanal aka. Xo'p, top toza, hali gaz o'rnatilmagan, mokri asfalt, 170 mingga yurgan, kraskasi aka petnosi ham yo'q, sarapinasi ham yo'q deb turibdilar. Zo'r ballonlar qo'yilgan, Ravon degan. Mana shu ballon juda baquvvat ekan. Salonlarni bitta ko'rib olasizlar. Tinniqcha qo'ygan aka o'ziga mana. Chuqurlarni ham tiktirib, qo'shinni qilib, salonlar o'ziga afshina qilingan xullas. Mashina qurib turibdi, bitta gazcha taqib olasizlar. Propanmi, metanmi? Gazini bosaverasizlar. Toshkentdan Gentralar narxlarini ko'rsatyapmiz, aziz obunachilar. Zapaskalari ham zo'r holatda. Xo'p, faqatgina bamperda ozgincha qirilgan joy bor. Bamper detalga kirmaydi. Nech pul deyotgandingiz, og'a? 9200 so'rayapman. 9200 so'ralyapti, kami bor. Telefon raqamingiz? 77lik 606 06 0616. Ismingiz? Dilshod aka chiqaverasizlar. Mashinamiz aziz obunachilar, Toshkent shaharda mashinasi. Telefon qilib ustida savdo qilib olishlaring mumkin. Mana shuni nomerlarga chiqaverasizlar. Bosinglar gazini. Aziz obunachilar, Choco, Cobalt so'raganlarga. Bu ham 170 minglar yurganmi? Navorot 17 diskalar, tonirovkalargacha bor mashinamizda 2019. Martgachami? Ha, yaxshi ekan-ku. Xo'p, sidinka chiqollari, poliklari, rodnoy magnitofon, video registrator, ichlari ham akkuratni turibdi. Bo'ladi, yaxshi. Kraskasini aka o'ng chap tomon ikkita eshigida bor deb turibdilar. Если chu degan joyidan endi ruscha so'z ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Endi xafa bo'lmaysizlar. Mana shu ikkita eshikda bor ekan, lekin shumkasi ham bor ekan. Xullas 4-pakelena gazlari bilan ekan. Bu ham qayerda mashinasi? Bu ham shahardikimi? Mexanika.
Nech pul so'rayapsiz buni? 8400. 19 ni 8400 so'ralyapti. Malades. Yana savdosi bor. Bitta nomer aytib yuboring aka. Shu 77lik 606 06 16. Dilshod aka ismingiz? Dilshod aka chiqarasizlar. Oldi orqasi butun ham mashinani. Vukpan berasizmi bo'lib berishga mashinani? Faqat non. Ha, shtriga bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Mana, marhamat sizlarga, sevgilida. Bosinglar gazini. Ko'tek egasi uxlayapti, bezovta qilmaymiz. Uyqum zo'r joyda ketyapti ekan. Bezovta qilmaymiz. 4 ta yangi balon. 2014 ga 15, 145 ming yurgan, benzinda hali, propan ham bor. Narxi 5200 ekan, kami bor deb turibdi aka. Shunday ko'rsatib o'tib ketaman. Telefon raqam 90 lik 308 31 27. Gibrid beskansiyali gidravlika propanlari bilan 2015 buni berkaladi. Marhamat, yesichu gaplashib olinglar. 2010 Lacetti turibdi mana, 328 ming degan telefon raqamlari bor, narxini yozmabdi. Biz bir qator har xildan ko'rishga harakat qilamiz. Bu 70 sizdanmi? Rasa? Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Nima deyapti bu Lacetti? 1.8 deyaptimi, 1.6 mi? 1.6 aka. Hoppa, nechinchi yil? 2008. 2008 da 1.6 Dubai variant. Malades, gap yo'q. Optram deydi buni. Motor qanday moy yeyishi, yaxshimi? Ha, kam. Paxmelcha bor. Bor. Yurgani 5,5 milliondan o'tgandir jonivor. 160 dan baland. Ha, yurmabdi uncha. CC monitorlar, video registrator endi ofisda qo'yasizmi? U nima bor uni? Korobka. Ha, usuletildik a. Xo'p, kraskasi bor endi. Bor, 2008 lik aka. Endi bo'lmasa ham iloji yo'q. 70. O'zi ham 180, 190 da borib kelganda anaqaga. Qashqadaryoga. Bu nimaning reklamalari bu? Bular Ha, Zo'q xullas. magazinda ishlaymiz. Yaxshi, uni tekin reklama qilmaylik. Nech pul deyapsiz aka? 2008 da. 55 million so'm. So'mda 55 million so'm. Gideta 4900 dollar bo'lyapti, ha? O'tib beraman. Nima deysizlar? O'tib beriladi. Aytib akamda 3,5 mingga ham oldik. Yana kelishtirasizda, xullas nomerni aytib ketaylik mayli. 88 lik 712 0231. Ana shunga chiqaramiz. Ismingiz? Dilshod. Ya, siz ham Dilshodmi? Bu kishi ham Dilshod aka. Dilshodlar mana shu qatorda turibdi ekanda. Xullas, akalarga chiqarasizlar. Bu kishim o'zimizda Qashqadaryo tomonlarda mashinasi. Gaplashib olasizlar. Maylarida ham sal nimachalar bor ekan. Vakum pakumlari bor. Xullas, Dubai variantidan bosinglar. Kelib tekshirib olaveradilar. Ana. Variantga bermaysizmi? Variantga yo'q. Narx pul kerak. Faqat shtriga. Obunachilar, Gentrani avtomati, mokri, ana puli yengillardan so'ragan do'stlarimizga 15-yil chiqib qoldi. Mana akam dehqonchilik, yangi yo'lda turar ekanlar. 307 mingga yurgan avtomat korobka. Telefon raqamlarini aytib ketaman, puli ham yaxshi. Juda unaqa baland aytmay turibdilar. Porsche rullar deydi, CC monitor, video registrator, chuqur poliklari. Xullas, o'zi uchun taxlab olgan avtomat mashinamiz. Kraskasi yo'q emas, bor. Tekshirtirib olasizlar. Optra fara. Gazi borda? Shumkasi ham bormi deyman? Salon polni shumka. Salonlari shumkada. Xullas, o'zi uchun akam navorat qilib olgan. Narxi aziz obunachilar 6500 so'rayapti akam. Yana ustida savdosi bor ekanlar. Telefon raqamlaringizni aytib ketaman. Mana bitta ko'rib olinglar motorlarni. Xo'p, gazi bor. Eng kerakli joyi gazi bor. Moy yeydimi yo'qmi aka bu? Moydan moygacha bor paxmel. 91 mana shu nomer a? 91 838 78 22 ga chiqaveramiz. Ismingiz? Doniyor aka. Yangi yo'lda turadilar. Aloqa chiqib savdo qilib olasizlar. Marhamat. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun faqat mana shu yerdagina bor deb turibdi aka. Krilo-polnimi shunda? Ha, mana yerda qismida kelganlarida ko'rasizlar. Mashina tetik turibdi. Aka o'zimiz Bo'ka taraflardan ekan, mana Bekobod tarafga ketishda. Xo'sh, 1.8 motor mexanika. Yurganimiz 178 ming. Yaxshi, ko'p yurmabdi. 3-pakalini metallari bilan. Faralar ham radnoymi shunda ekan? Yaxshi sarayib ketmabdi. Balonlarimiz zo'r holatda. Toza tinig'idan so'raganlarga. Endi toza deymiz, bitta joyda kraska bo'lsa ham, sababi ko'p joyda yo'q ekan kraska. Radnoy o'zini audio sistemalari, polik chuqur, xullas, akkurat nimani yuribdi aka. Apshipkalar ham bunaqa kojinli qilingan ekan. Shumkasi bor, faqat eshiklarda 100 talik gaz bo'ladi bularda, bilasizlar. Marhamat. Narxi aziz obunachilar, mazza qilib bilasizlar, xudo xolasa 5900 dollar, yana ustida ozgincha kelishib ketadigan joyi bor. Tozalari mana shunaqa narx bo'lyapti. Sergelida ham, Gulistonda ham. Gulistonda topolmadim. Bitta chiqib qoldi bitta, shunga bosib o'ryapmiz. Ana shu nomer chiqayapmi, aka? 99 166 68 88. Ismingiz? Xudoyberdi aka, o'zimizda Bo'kalik akalar. Bosinglar gazim.
Aziz obunachilar, Dartmon Blue deydi. Uzoqdan qop-qora ko'rinadi. Oldagi kesalaring ko'kimtir ko'rinadi yoki tomni sinni ko'rinadi. Xullas 1 millionga yaqin svet. To'g'ri. Shunday, kraskamiz qanaqa aka? Toza javob, ha, xudo xolasa. Yaxshi. Probegigacha javob, balonlar paka archa balon. 2023 39 mingga yurgan. O'zi 2023 da bular bir partiya chiqdi. Shumkalarigacha qilib qo'ygan, kraskasi toza. 97 443 0091. To'g'ri aytdimmi? Ismingiz kim? Akmal aka, nima? Propandami bu? Qaydi mashinasi? Toshkentning mashinasi, aziz obunachilar. Podogriflarigacha o'zini radnoy chiqo'llari ham toza, tiniq turibdi. Gilamlari ham toza turibdi, o'rtoqlar. Bir qo'l ekan. Malades, mana shunaqangi rangdan izlab yurgan do'stlarimiz bo'lsa, qoraga yaqin rang hisob kitobini olaverasizlar. Propanlargacha o'rnatilgan. Zapaskalar holi tushmagan. Xo'p, buni obunachilar olib mazza qilmoq uchun nech pul deb tursiz? Nech pulga berib yuboramiz aka? Akmal aka 2200 so'rab turibmiz bozorda. 12200 dollar. Yana o'tib berasiz. 11800 taqalgani baraka. 11800 ga, o'rtoqlar, 39 mingga yurgan. Qorani oldilaring nima? Buni oldilaring nima? To'g'rimi? To'g'ri. Qorani bir Tirikchilik- 700 so'm qimmat olishadi. Xuddi Shunaqa. asosiy. Tirikchilikdagilar qancha so'radi aka? Hozir aytayotganingiz 11,5 ga so'rashyapti. Ana. Gen so'rashyapti. Buni geni yo'qda, afornotga. afornotga qilsalar 11800 ga bosib yuboringlar. 4 ta baloni archa, xullas avtomat olasizlar. Hozir kraska bosib minaverasizlar. Marhamat qilsin. Propanda. Propanda. Laykni bosamiz. Dartmon Blue'da yurganlarga otib qo'yamiz jonlaring ham. Xo'p, do'stlar, Cobalt'ni yili yaxshiroqdan so'raganlarga, ya'ni 2017 ekan, mana shu tarafda vakuumlari bor, ona eshikda. Yana kraskasi ham bor, Ravon. Mexanika aka bu? Mexanika, Birinchi pozitsiyasi. Telefon raqami nommi? 99 921 11 92. Esluchi bosib oladigan joyidan. Egadan promoy olyapmiz. Mana probeglari ham ha, ko'rinib turibdi o'zi mana 172 mingga yurgan ekan. Bular eshigini ochganda ko'rsatadi-yu ana o'zi. Probegini. Qayerda yana kraska bor aka buni? Kraska kiloda, kapotda bor. Oldi orqasi qanaqa? Oldi orqa butun. Oldi orqasi butun. Ana. Boshqalarga ham 6,5 ming so'rayapti. Biz kelishib olib narx aytganimiz yo'q. O'tib beradilar. Telefon raqam mana shu. 2017 aloqaga chiqib, eslichi gaplashib olsalaring bo'ladi. Aziz obunachilar, Nexia 3lari makoniga keldik. Xohlaganlaringdan bor avtomat mexanikalari soatda ishlab turishi yaxshi. Gazi bor. 2017 193 ming yurgan. Narxi 6600 so'rayaptilar, 6,5 mingga berib yuboradilar. Telefon raqamlari 93 103 1300. Mana bunisi ham avtomat 2018 183 ming yurgan. Gazlar bilan 4-pokoleniya metanda mashinamiz. Olib bosib yuboradigan joyidan 33 577 77 25. Buni ham narxi 6,5 mingga berib yuboramiz deb turibdilar. Tonirovkalarigacha bor. Salon Malibu bar. Rul, xullas Chevrolet, tablo освещение deydi, xullas deflektor, chuqol polik hamma yog'i bor. Kraskalar yo'q emas, bor, tekshirtirib olasizlar. Marhamat. Bu propanda ekan, uzr do'stlar, metan deb yuboribman. Propanda ekan mana. Bunisi metanda mana. Bunisi ham 6,5 mingga berib yuboradilar, avtomat ikkita. Buni ham salonni bitta ko'rsatib qo'ray. Mana bejviy salon. Kondisioner ishlab turibdi, monitorlar 194 ming mana probeglari ko'rsatib turibdi o'zi. Olib minib yuboradigan joyidan ekan. Bu kishi ham optim sotar ekan. Lekin pullarni yaxshi aytayapti. Yana savdosi bor, menimcha. Lekin bo'lish 6,5 ming dedilar. Mana bitta cho'kosi bor. Buni 5800 dedi ekan, berib yuboraman dedi. 2018 faqat mexanika. Mana hali gaz pazlari yo'q. Benzinda mashinamiz. Mokriy asfalt. Diskalar Voizen, balonlar yaxshi holatda. Telefon 33 533 33 23. Mana salon holatlari. Mana. Shumka borga o'xshayapti. Tablo освещение qilingan, shumkasi bor. Hali benzinda mashinamiz. Menimcha gazini olib tashlagan. Mokriyni 508 ga berib yuborayotgandik. 5600 ga ham mayli ana 18. Xullas aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar. Mana bu yerda 20 si bor.
20 gazda, ya'ni metan 4-pokoleniya. Aziz do'stlar, kraskalari hammasida bor, chaqchuqlar ko'rib olasizlar. Probeg 235 ming, 33 577 77 25. Salonlik bitta baho beramiz. Mana tirikchilikka ham olib ketyapti bolalar deb turibdilar. 239 ming yurgan. Chiqollar radnoy, polilari bor. Gazi metanda. Zapaskasi ham menimcha uncha tushmagan bo'lsa kerak edi. Yo'q ekan zapaskasi? Yo'q, ha, zapaska oladi-da. Buni qancha 6000 qancha dedingiz? 6600. 6600 Ravon Nexia 3 avtomat 2020. Aziz obunachilar. Endi bu yerda chaqchuqqa narsalari bor, o'zingizlar tekshirib, ko'rib olaverasizlar. Mana bularda ishlashi yaxshi lekin. Mana shu Nexia 3lar, bosib yuboringlar desa. Aziz obunachilar, mana shunday ko'rganmisizlar 24ni. Qora bayircha mana. 24 turibdi. Xo'p, qop-qora Bezluk avtomatidan izlab yurgan do'stlar, puli yengil, kraska top-toza. 39 mingdan yurgan atiga. Gazlar pokoleniya, avtomat dedik. ABS ham yog'i bo'ladi bularda. Radnoy faralari aka mana qolib ketmasin. Xo'p. Atiga 39 ming yurgan, narxi 11600, yana savdosi bor. Siz aytib keta qolay. Shumkalari ham, shumkasi yo'q ekan. Podograf, test monitor, mejikarlari ham bor. Video registrator, chuqurlar radnoy turibdi, toza. Akkuratni meni endi 39 ming yurgan mashinaga o'xshab turibdi lekin. Mana. Akkuratni turibdi, Samarqanddan olingan. Polilari ham bor, video registratorlar. Bitta paylovga chaqirgan ekan. Olib mazza qilib minishlaring uchun 11600 telefon raqam. Shu nomermi aka? 97lik 783 41 42 ga chiqsalaring yana ustida ozmas kelishamiz. Yo bo'lishim. Kanalingizdan kelsa, Toza 11 ga berib yuboramizmi? kanaldan kesib beramiz. 11 mingga kanaldan o'rtoqlar yana ozroq qo'shib yuborasizlar. Gamepin chiqanmi bundan aka? Hamma narsa. Umurbodga ham qilib beradilar, xulosa. Bosinglar. Gapir, Cobalt'ni puli yengil, yili probeglari, probeg emas, yili pasrog'ini so'raganlarga 15-yil RS oblisovkalari bilan mana bezabes, yana 1-2 qilingan deb turibdi aka. Gazi yo'qmi buni? Yo'q. Qo'yilmaganmi? Benzinda yurganmi bu? Necha ming probegi? Probegi 300. 300 ming benzinda yuribdi, marhamat. Salonni bitta ko'rib boramiz. Chiqol, polik. Ishlab turishini qarang, tingillab. Mana. 15-yilidan bizga ham juda ko'p so'raganlar bor edi. Mana qizil toychoqni so'ragan, ko'ramiz S3, X1, X2. Mana Cobalt akkuratni turibdi. 5000 qancha dedingiz buni? 5600. 5600 dollar, yana savdosi bor. Kanaldan kelsangiz chiroyli qilib beryapti. 97 783 41 42 ga chiqaverasizlar. Ismingiz? Elbek. Elbek aka. Bosinglar, hurmatli obunachilar, mana yengillardan. Narxlar yaxshi, yomon emas. Kecha Gulistondagiga qaraganda sal narxlar yaxshi tashab qolib berdi. Faqat like ni bosib, kommentariyada gazini bosinglar, so'kinmasdan chiroyli yozaverasizlar faqat. Vishnovoy rangidan izlab yurganlarimizga 2009 hali gazda yurmagan mashinamiz, bitta joyda ozgincha petnochalari bor deb turibdi aka. Oldi orqasi butunmi akam buni? Egadan, dehqondan promoy olyapmiz. Faqat bamper almashmaganmish qilib. Zavod chiqib. Yo'q, gap yo'q. Bamperigacha ham zavod. Shu rangdan yoqtiradiganlar, izlab yurganlar bo'lsa, super salon gibrid motor edi. Agar xohlasalaring, motorni ham bitta ko'rsatib yuboramiz. Hali benzinda yurgan ekan, do'stlar. Benzinda yurgan, orqalarini qarang, pechat bo'lib yotibdi, hamma yoq. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Video registratorlari ham akkuratni qo'ygan. Shunaqangi toza tiniq mashinalar hali ham bor Toshkentda. Yurgan qancha edi aka? 182 ming 2009 ga. Ishga borgan kelgan. Puli 4000 qancha dedingiz? 4200. 4000 dan past gaplashamiz, naqd olib kelsa. Nomeringizni aytib boring. 99 367 2200. Marhamat qilsinlar, aziz do'stlar. Sizlar uchun Sergeli bozordan mana shunaqa toza-tozalarni, tiniqlarni egalaridan topib harakat qilyapmiz. Bosinglar gazini. Aziz obunachilar, Daniel qilib taxlangani bor ekan bitta. O'zi ham did bilan qilgan bolalar, polnosti faralarigacha, oblisovka. Mana bu oldi. Nima deysizlar buni? Parok deysizlarmi, xullas. Mana bularga necha baho mana qaranglar. Lasetti deb yozib ham qo'yibdi mana tepasiga. Xullas kobralar qo'yilgan.
Gentra avtomashinamiz. Stoykalar mana bulargacha oqidan qo'ygan ekan vitraviklarni. Mana qaranglar endi akvaprint qaranglar. Bismillah o'tirib ko'raylik. Hoppinki. Zo'r. Merslarga o'xshab taxlabdi. O'ta ideal qilgan. Gap yo'q. Registratorlargacha bor. Probegini bitta ko'rib olamiz. 44859 kilometr. Olib bosib yuboradigan joydan podogref, mexanika. Gap yo'q. Mashinamiz uddar turibdi lekin. Bu qaranglar, qanotlarga yarashganini. Qalampirlardan qo'yilgan qanot, bu yerda buldogni bog'lab qo'ygan mana tepaga. Gazi yangi zavod gazlari bilan ekan. Gap yo'q. Chotki chiqqan mashinani juda bir hashamatdan bo'lmagan, lekin nima deymiz? O'ziga yarashgan qilib qilibdi akalar. Nechinchi yilida? 21 oq Gentramiz. Puli 10 ming so'rayapti, kelishib beriladi. Patchga so'ralyapti. Yana savdosi bor. Zavodga metanga. Zavod metan ekan a. Gap yo'q. Qanday buni nimalar ham qilinganmi? Zaslonka deyilmaydi unisini oldidan. Motorga tegilmagan a. Zo'r. Nomerni ayting. 90lik Ha. 001 0259. O'zingiz nomeringiz axir? Gap yo'q. Qayerdanmiz aka? Shaharda mashinasi? Zo'r chiqdi lekin. Bosib yuboraman deganlar, bosinglar, shoshilinglar. Bunaqa mashinalar bozorda kam chiqadi. Kamida qancha tikilgan bunga? Sir bo'lmasa. 3-4 minglar pul kirib ketgan mana shu holatga kelishiga. Shumkalari ham bor. Zo'r chiqdi, havas qildik. Havas qilganlar bitta like bosasizlar, nasib etsa Alloh sizlarga ham nasib qilsin. Gigabotlik jigarlarimizdan tashqarilarni cho'tki qilib navorot qilib olgan akalar, diskalarni ko'ringlar mana. AMG diskalar, faralargacha qoraytirilgan, RS ablisovkalar taqqan. Puli ham yengil ekan lekin 2011 mana shunaqa holatda izlab yurgan do'stlarga srochni otib qo'yinglar. Probeg qancha edi bolalar? Ha, boshqa motor ham qo'yib yuborganingiz. Endi 4 kurik. Xullas, mana shunaqangi balonlari zo'r holatda. O'zimizning begovatlik jigarlardan, begovat atrofi, shirin taraflardan, Xovos tarafdan ko'rayotganlar. Like'ni bosamiz, indamay o'tiravermasdan. Puli 3000 qancha dedik? 3800 dan yana savdosi bor. Nima deyapti do'stlar? Nomerni bitta aytib yuboring, keling. Mana shu videoning orqasidan. 94lik. 93 429 Ha. 5500. Ismingiz? Pahlavon. Pahlavon Mahmud degan joyda. Xullas ismlari Pahlavon, aloqaga chiqasizlar, begovatdan borasizlar. Hujjatlarda muammo yo'q. Yana berasiz. 6 oyga. Ha, 6 oyga. Yaxshi.